Assalomu alaykum bozor olam kanalining hurmatli obunachilari birodarlar. 70 ta xishak, 100 ta qo'zidan kelgan akalar Elbekjon akamizga yemlashga tayyor variantidan va uzoqroq boqaman degan qo'zilarni akalar zo'ridan kelgan. Videoni oxirigacha ko'rasizlar, chiroyli syomka qilib beramiz. Bugun hafta kuniga juma 27-iyun 2025-yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex yonidamiz. Qo'chqorlarni ham, qo'zilarni ham zo'rlarini olib kelib Bular bo'yi juda baland ekan-a. Qo'zimi bular? Qo'ylar aka, hammasi bular 2 tishga o'tyapti. Hammasi 2 tishga o'tyapti. Qare, ishlar yaxshimi? Shogird bo'ladi akalar. Telefon qilaverasiz. Bermasa kelib qo'lni siqib yo'laverasiz qo'lni. Yo'lda qilib beriladi akalar. 70 ta 2 tishi bor ekan, qolgani akalar. Qirg'iziston Bishkekdan kelgan aka, 70 dona aka. Bular-a? Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. Mana sariqlar aka. Sariqlari ham bor. Videoda oxirigacha ko'rsa 5 partiya chiqaramiz. Partiya qilib narxini yo'lida qilib chiqaramiz aka. Mana qo'zilar qarang. Ko'rishaveradi. Mana qo'zilar ham jisimiz bular. Qo'zilar qarang, katta veligan qo'zilar kelgan aka. Quloqda qarang aka mana. Uruqqa naslga beldan kelgan tayyorlayman degan akalarga mana ayni muddao qo'zilar. Bu tashqariga olib chiqib ko'rsataman. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Qo'y to'la hamma qo'rada qo'y bor akalar. 300-400 ta qo'y borda bitta. Qani bo'lmasa boshladik. Birodarlar mana qo'ylarimiz. Bu nechta bu? Nima? 24 dona aka bu. Elbek 24 dona. 24 ta. 24 dona. Uni qarang, semizligini. Bemalol marosimlarga ham yaraydi ekanda bular Elbek. Yaraveradi aka. Boqsa ham aka shu 10 million, 12 millionlik qilib boqaman deydiganlarga aka tavsiya qilamiz. Ammo akalar suyak katta qo'ylar ekan. Go'sht yoradi mana uni qarang. Shunda aka bitta bunaqa qozasidan bor aka. Nima deyapti aka? Qo'shqor. Nima uzun ekan-a? Ha? Shu 2 tish bo'ldi. Bo'yiga bunaqasi ham uzun ekan. Mana aka. Dumba ham tikkiga endi 2 tish bo'libdi. Ana shunday ushlab turing, yaxshilab. Bu qo'ylar qarang aka. Go'zalidan aka. Elbek qancha endi bular endi? Narxini yo'lda qilib beramiz aka. Kilosi qancha primерно xom taxminga? Kilosi 80 kg atrofida aka. Tri vazni, plus minuska. Vazni aka, plus 80 kg pastida ham bor, 80 kg ustida ham bor ekan. Rasa boqadigan qo'ylar aka. Mana shu 2 oyda yetiladi mana. Tez muddatda akalar daromad ekiraman, tez aylantiraman degan akalarga. Mana mana shular 80 kg chiqadi, xudo xolasa. Bular 80 kg baland aka. Balandmi? Ha aka. Xom taxmin. Aka narxi yo'lida keldi, narxini yo'lda qilamiz aka. Video cho'zmaymiz aka. Qo'zi mana shunday, yo'q chiqizgan ham shu. Endi yoradi aka, eng yaxshi, eng kichkinalardan ham endi yoradi aka. Qancha qilib beramiz? Qani tirs narxini ayting, bo'ladiganini. Hammasini bitta joyga olganga aka 5,5-54 bas. 5 million 200 dan bo'ladigan narx qilib beramiz aka. 5 million 200 Ha, dan. video cho'zmaylik aka. Hali 5 partiya bor aka. 5 million 200 dan. 5 million 200 mingdan bitta joyga qilib beramiz. Ko'kam akalar go'shti yorvoradi mana shular. Mana qo'ylar lekin aka. Bozorda ham to'g'risi 6 million. Dumbalar ham tikka ekan, men tavsiya qilaman shulardan oling yana. Voy bolani boqadigandan hoji bolani boqishardi-yu. Aka? Sandal qo'yib, taxta qo'yib ko'tarib. Ana qo'ylar aka. Bu Qo'chqor nima deydi aka? Qayerdan keldingiz buni? Qirg'iziston Bishkekdan kelgan. 70 ta soni buni. Hozir keyingilarni keyin ko'rsatamiz aka. Chicha xayr qilib bering. 2 tish endi bo'ldi. 2 tish aka. 5 aka qo'ylarni olmoqchi. Shikalat narxi olma aka. Mayli telefon qilib sotib beraman aka. Qancha o'tib berasiz? Bo'ldi o'tib beraman. Qancha o'tib beray aka? Aytingchi keyin so'rayman. O'zi zo'r narx aytdim. 51 dan qilib beraman gapi aka. Bir joyga. 100 dan aka. Tanlab olsa qanchadan olsa, sariqlardan, qoralardan ikkita ishta olaman deganlar. Tanlab olsa ham aka yo'lida qilib beraman, telefon qilishaversin aka. Ya o'shani aytib qo'ysangiz, o'shanga qarab telefon qilishadi. Shunchadan olsin aka, deyman mana shunaqa qilib. Xuddi mana kattalari bor-ku. Ha. Mana mana kattalari aka. 5,5 dan olishaversin aka. 5 milliondan berasiz hammasini. Juda arzon bo'lib ketadi aka. Arzon bo'lmaydi. 5 milliongacha boqmalar sotishyapti aka. Bular ham boqadigani. Endi boqsin-da buni ham, olib boqsin deyapman-da. Uni narx kelganiga qarab qo'yamiz, bilasiz-ku aka biz. Qo'ylar yaxshi ekan, kalta ham emas, akalar bo'yi ham bor, suyak ham katta-da. Xudo xolasa yetiltirsangiz bular kamida kerak 60-70 kilolik go'sht chiqsa qo'yadigan qo'y bo'ladi. Boqsa u babu Qirg'izistonda qo'y aka, bu Bishkekda qo'y aka. Bo'lam 5 dan. Bo'ldi gapi aka, 5 milliondan oxirgi narxi aka uni. Telefon qilib oldim deysiz aka, dastlabkasini qilib beraman. 5 million so'mdan aka bitta joyga. Kichkinalarni qancha chiqaveradi? 2 ta 3 ta oladiganlar. Yo'q, buning ichida aka 5 ta pastda qo'y yo'q, dona olsa ham aka. Eng kichigi ham aka. Manami? Mana shunisi kichkina ekan. Yaxshilab ko'rsating, buning ichida kichigi yo'q aka. Kichkinalarni endi chiqaramiz bundan keyin aka. 5 milliondan akalar bir joyga Samarqandgacha boradimi? Samarqandgacha boradi gapi aka. Samarqandgacha dastlabkasi bilan yetib boradi. Tanlab olsangiz kelishasiz ekan. Lekin qo'ylar akalar semiz. Hech qancha boqmasa tezda akalar nimaga yetiladi. Yetiladi, tezda yetiladi aka. Tishda endi tashabdi bular. Endi haqiqiy ves oladigan joyga kelgan qo'ylar. Hozir bundan keyin sal bundan yengilroqlari bor ekan. Videoni oxirigacha ko'rib turasiz. Ularni ham ko'rsatib beramiz.
Hammasi ishchi. Birodarlar, hammasi ishchi aka. 2 kishi bo'lgan, sariqlardan boqaman deganlarga. Bular mana shu 3 oy 90 kunda yetiladi aka. Bo'lmasa ko'pi yetilib ham qolgan. Mashalloh. Hali aka u zapaskasi shundan qarang aka. Ko'rdingmi aka mana. Shu etiga ham aka zapaskasi va shu ko'p aka qo'ydi. Mana, nechta bu? 15 ta aka soni. 15 ta 2 kishi qo'chqorlar akalar. 2 kishilar akalar kam kelyapti. Bilgan bo'lsangiz hammasi qo'zi sog'liq. Endi bo'g'a sog'liq qo'yib ketiladi. Mana. Bunaqasi kam. Hammasi buzgan aka qo'ydi 2 tish aka. Hammasi 2 tish. Ichida 2 dona kichkinasi bor aka, uni отдельный narx qilib beramiz aka. Ha, uni kilasimi buni? O'sha aka uni. Mana bittasi. Qancha kelasi? Mana shu kilasini qanchaga berasiz? Mana qolgan aka 13 tasi bir xil qo'y aka. Mana ko'rsating, mana ikkovini ko'ring-da. Mana kallalarni ko'rsating. Qo'zi ekan-a bular, ha? Ikkovini olishsa 8,5 millionga beramiz aka. Bo'ladigan narx aka. Bo'lishi-a? Bo'ladi. 4 million 250 ta. 4 million 250 mingdan. Bularchi 13 tasi? 13 tasi emas, mana shu 15 tasini bitta joyga olishsa aka, 5 milliondan kami bor aka. 5 milliondan? 5 milliondan hayron qilib beramiz. 5 milliondan tikkalik qiladi elbetlar. Yo'q, endi 5 tebasliklar ham bor-da bunaqalar. Endi 5 pastda ham bor-da ko'pi. Yo'q, endi 5 tebasida ham bo'ladi. 5 milliondan mayli o'tib beraman, hammasini olsa. 5 milliondan hayron qilib beraman aka. Mana bunaqalar ham bor-da, ular ham bor-da, mana ular ham bor-da kichikroqlari. Qancha qilib beradi? 4 million 700 dan berasizmi? Yo'q, endi shu arzon olib ketadi aka, men 500 dan qimmat deyapsiz aka. 4 million 700 arzon olib ketadi. Ko'rdingizmi, mana shuni arzon deyapsiz ham. Bo'ldi aka, qarang. O'rtasida qilamiz. Qancha bo'ladi? Gap yo'q. Dastlabki postavkalari bilan 4 million 800 mingdan yetib boradi aka obunachilarga. Qayerga javob berasiz? Toshkentgacha. Qo'zi ham shu narxda ketyaptimi hozir? Ikkala qo'zimi? Ha. Gap yo'q, qarang, o'sha ikkovi qo'zi ham ichida bo'ldi. Bu ikkovi qo'zidan tashqari aka olsin 4 million 800 dan ketdi. 13 ta kattasi aka. Gap yo'q, ana endi bu. 4 million akalar 800 dan mana 13 tasi kattasini, shu ikkitadan tashqari. Qo'ylar qarang aka. Mo'li aka. Akalar mana shu qo'ylar 1 oydan keyin bor sizga juda arzonga o'xshab qoladi. Endi hozir endi qarang, mana shu 9 oy 10 oyliklar 4,5 4 million 600 sotilyapti, to'g'rimi aka? 42-43 chiqarilyapti. Ha aka. Akalar bu 600 ming qo'shib bunaqa qo'y qo'zlar mana 600 mingga egilsa bunaqa bo'lmaydi. Qo'zingizdan chiqaryapsiz. 5 oy 6 oylik qo'zi 4 million 200 ming chiqyapti aka. Bu ishga qo'yi bu katta aka. To'g'ri. Akalar, lekin bir hisob kitobni qiling lekin. Hech qancha yemlamaysiz mana shularni. Uzog'i borsa 3 oyda 5,5 ming. 90 100 kun bo'lmasa akalar 65 kunda tayyor bo'ladi mana shular. 5,5 minglar ham bor ichida aka. Ulardan gapirib o'tketing. Kichkinani gapirib, ikkita kichkinasi xolos. Ikkita kichkinani chiqartirishadi-ku. Ha, shu ikkita. Undan tashqari 4 million 800. Katta 4 million 800 dan aka. Gap yo'q akalar. Bosib bir kishi olib qo'yadi mana shuni o'zi. Biz ertalab telefon qilgan akalarimiz bordi. Angrendan, Yaypandan, ana akalar oling. Sira telefon qiling, shularni tavsiya qilaman. Hammasini chap qulog'ida boldag'i bor aka. Gap yo'q. Shishaklar akalar, shishaklarda davomi, rosa shishak so'raganlar juda ko'p akalar. Lekin tez sotilib ketib qolyapti to'g'risi. Ko'pchilik nima qilyapti? PR-mi sotilib ketyapti. Hammasi 2 yashar aka bular. Chiqishi bilan sotilib ketadi deydi akalar, so'ragan ko'pda aka. O'shanga sotilib ketyapti. Hammasi 2 yashar bular. Mana aka. Nimaga deganda hozir Qur'onlikdan keyin bo'shagan qo'ylarni o'rniga olib, yangi yilda sovuq tushganda yana bitta sotib, keyin bahorgacha yana bitta eltiraman degan akalar ko'pda, qo'shinaqasi bular. Yangi yilgacha akalar sovuq tushib, o'sha nima bo'lguncha rosa yetilib oladi mana shular. Qarang. Nechta bu Elbek? Hammasi tish buzgan aka. 28 ta soni. 28 ta. 28. Bular ham akalar 3 oyda yetiladigan variantlar. Qo'ylarga qarang aka. Kamda bular. Uzunligini qarang qo'ylarning. Qovurg'a zo'r, son zo'r. Hammasi sog'lom, eng asosiysi nuqsoni yo'q. Zo'ridan. Qancha qilib beramiz buni Elbek? Hammasini olishsa aka, bo'ladigan narxi aka 4 million 600 dan qilib beraman. 46 dan. Ha, 4 million 600 ming so'mdan aka Samarqandgacha olib beramiz aka. Akalar bitta narxlarni bir solishtiring, qo'zilarga solishtiring, katta qo'shqo'yga solishtiring. Lekin bular tez yetiladi. Bular ancha-muncha yem yeb akalar shu darajagacha kelib ariq qo'yib boqquncha 3 oy vaqt o'tadi. 5-6 oylik qo'zi va soma aka bular. Endi videoda hali mashinkada junni olib bersa 5-6 oylik qo'zi ham mana shunaqa bo'lib ko'ryapti odamlar. O'shani kelib ko'rib oylar deyman-da, katta qo'yam, kichkina qo'yam bir xil ko'rinadi. O'sha qo'zichog'ni farqidan, qo'zichog'dan aka hech qancha farq qilmayapti bu narx aka. 4 million 200 chiqadi o'sha qo'zichog'am. Bu ishga qo'y bu aka. Yemni berishadi, sirasi plyusga bosadi aka bu. Keyin siz shogirdim deb aytyapman. 4,5 milliondan bering. Yo'q, beramiz aka, bo'ldi. Gapingizni yerda qoldiramiz. 4,5 dan bo'lsa aka o'sha oxirgi narxi aka mana. Taqalganida. Taqalgani aka 4,5 milliondan dastlabkasini qilib beramiz. Buni ham 48 chiqaraman ustoz, 48 ga olmaydi dedi. Mana 4 million 600 desa 4,5 ga tushdi akalar. Lekin olsangiz aka xudo xolasa 20 kundan keyin borib aniq rahmat desa qo'yib oshib qoladi. Kecha keldi, junini kecha oldirdi aka. Hali charchovlar chiqarsa hali qonunlarni to'ygani yo'q aka. Lekin ichida bunaqa to'g'risi mana 5 ta atrofida ketayotganlari ham bor aka. Mana shunaqalardan olsa 4 million 800 ming so'mdan tanlab olishaversin ichidan aka. Ichidan a?
Teri olaveradi, ha? Terib olaveradi aka. Mana aka. 24 tami? 28 ta. 28 ta. 28 tasi akalar 4,5 milliondan. Lekin shikolat narxi aka, ishoning, zo'r narx bo'ldi. Hammasini qulog'ida bolalar bor bo'ladi aka. Bitta qo'ra aka. Bilganga arzon, o'sha gap akalar. 20 kun sabr qilasiz. 20 kungacha qimmatlab qo'ymadimmi, arzon olib qo'ymadim degan shu gane bo'lishi mumkin. Hammasi Keyin ishi aka, xudo xolasa. Ishi bor aka hammasini. Pul qo'shaveradi mana shular aka. Pul qo'shaveradi, aniq. Sotadigan paytingizda boshqa narx bo'ladi-da, baribir. Hozir oladigan narxda ko'pchilik hozir olgan kundagi narxi bilan sirazi shu kunga sotadigan kunga ham taqqoslab qo'yishadi-da. Bu aka o'zgaradi, semiradi, xudo xolasa pul qo'shadi. Ular ziyon qilmaydi inshaalloh. Qo'zilar chiqdi akalar, mana qo'zi so'raganlarga. Qo'zilarning ajoyib. Suyagi baquvvat qo'zilardan akalar. 3 ta ko'kidan, 5 ta ola pakisi, 4 ta sarig'i aka. Hamma rasvetga bor ekanda. Hammasi bu yerdan bor aka. Uni ola pakkini qarang, yo'g'onligini qarang. Qo'chqora bari, ha? Hammasi qo'chqora. Necha oylik bular? Bular shu bir 5,5 oy 6 oylik atrofida aka. 5,5 oy 6 oylik. 5,5 oy 6 oylik aka. Sog'lom qo'ylar ekan. Yara parasi yo'q akalar. Sog'lom aka, hammasi bitta qo'ra. Suvlab ketmagan, sog'lom qo'ylar ekan. Xudo xolasa kelib ko'raverasiz. Mana aka. Polvonligini qarang bularda, ha? Polvon aka qo'zilar. Semizlik qo'yga yarashadi, bekor aytmagan aka. Mana ajratib qo'ying. Barra biq qo'zilar aka. Uchovini olamiz, sen kelishaveramiz aka. Hammasini ayting, hammasini qanchaga beramiz? Hammasini bitta joyga olsa aka, bo'ladigan narxi aka kami yo'q aka. Soni o'zi 12 ta aka. 3 million 600 ming so'mdan qilib beraman aka. Dastavkasi Samarqandgacha yetib boradi aka. 3 million 600. 3 million 600 dan bitta joyga ketaveradi aka. Mana akalar. 11 tamida? 12 ta soni aka. 12 ta. 12 ta. Qo'ylar zo'r ekan aka. Buni ham to'ppada 3,5 dan qilib qo'yaylik Elbey. Yo o'zingiz xolis ayting, qimmat aytganim yo'q-da, 3 million 600 ming so'mdan. Ya yaxshi, men ham qimmat aytdingiz. Bo'ldi, 3,5 milliondan Toshkentgacha olib beraman aka. Bo'ldi. 3,5 million Toshkentga ketdi aka. Aka 3,5 dan olib foyda qilasiz mana shuni. 3,5 million. Bos so'raydigan joyi mana qarang. Hozir aka 32-33 ham pachaq qo'l sotilyapti-da. 3,5 milliondan ana xil qo'zi aka. Katta akalar, bular katta qo'yilgan akalar. Katta. Kelib ko'rib oling, 1000 marta maqtagandan kelib ko'rib olganga yetmaydi akalar. Kelib ko'rsangiz 100% yoqadi. 3 million 500 ming so'mdan tirs ketadi hammasi. Olib boqib maza qiling, aniq aka yaxshi foyda qilasiz mana shundan. Birodarlar, mana qo'zlarni papalari chiqdi mana. Haqiqiy ayiq polvonlari chiqdi akalar. Mana shularni olib tashab qo'ysangiz yaxshi daromad ko'tarasiz, xudo xolasa. Bular qaytdiki? Bular aka Tay Tojiyda qo'ylar aka bular. Tay Tojiyda qo'ylar aka. Yana otasiga kelishi tug'dirilgan aka. Bunaqa odamlardan kelgan qo'zi bas aka. O'ta polvon ekan, ha? O'ta polvon aka. Hammasi qarang, sortini ko'pash dumbasidan semizligini qarang ularni. Uni qarang. Mashalloh. Mana aka qo'zilar. Uruqqa mana shunaqalardan terilsa, mana. Shunaqalarni boqsa aka, mana men o'zim sotyapman 10 million 12 million aka. Qachon terasiz? Qachon tashlaysiz endi yana? Endi tashlaymiz, ashlar sotib olsak, hozir bir 20 tacha qoldi aka o'sha 70 talik partiyada. Qolganini sotdik aka. Bu nechta dedingiz buni? Mana aka 65 ta buni soni aka. Qaytaring nima qilib o'tmasin aka. Qo'zini qarang. Mana aka. Dumba. Yo'g'on narsalar. Ana qo'ylar. Bir xil ekan, emas kashtan ekan, ha? 200 ta buni soni o'zi. Bundan ha? Bundan 200 ta aka. Bu 65 ta xili bu aka. Eng yiriga. Eng yiriga aka. Bu yillik hisobidan o'zi yirik qo'zi shu kelyapti aka. Yo'q. Haqiqatdan havas qiladigan akalar. Inshaalloh aka bizga ham sizga ham nasib qilsin. Qarang aka. Ancha-muncha yozib qo'ying. 7-8 oy yemagan qo'chqorga o'xshab ketgan ular aka. Qarang. Qancha endi bular narxi, Elbey? Narxini yo'lda qilib beramiz. Qancha qilib beramiz bular? O'y, chiqarib yuribsiz aka. To'g'rimi? Eng yirik qo'zini nechta chiqardingiz aka masalan? Eng yirik qo'zini nechta chiqardingiz? 4,5 million ham chiqarganmiz. Ha, 4 million sredniy chiqaryapsiz, to'g'rimi? Qanchalik bo'lmagan qo'zini aka. 42, 41, 4 chiqarilyapti. Qo'zini hamma vahima qilyapti-ku, qo'zi kamayib ketdi, qo'zi narxi oshib ketadi aka. Bizda tushadi aka, hammada o'ssa. Mana ular bir yildan keyin naslga saqlashsa aka. Qo'y bilan qo'yni bari farqi bor-ku. Qo'y bilan qo'yni farqi bor aka. Zo'r bo'ladi. Qancha qilib berasiz bularni? Qani aytingchi, sizning hammasini olganga 4 million 42 bas aka. 3 million 700 mingdan ketaveradi aka. Optimasi 3 million 700 dan ketaveradi aka. Mana. Hammasini bitta joyga olsa. Hozir 4 milliondan o't beraman deb 100 mingdan 200 mingdan o't beraman deb obunachilar yoqqanda mana aka 3 million 700 kelib shu atrofga solishtirib olaverishlarmi qo'ydi? Bemalol solishtirib oladi aka. Ha, atrofingizga kelib solishtirib. Bemalol solishtirib olaveradi aka. 3 million 700 mingdan qarab turing. 65 ta soni. 65 tani hammasiga pul sanayman deganga yana o't beraman aka.
yana o'taman aka. Qancha o'tib berasiz? 3,5 dan beraverasizmi? Yo, endi 3,5 ming qo'zib aka. Buni o'zi foydasi to'g'risi 50 ming so'niga ish qilamiz, bilasizlar. Bilaman. To'g'rimi? Bunaqa ko'p foyda qo'ymaymiz aka. 3,700 dan emas aka, qarang, 3,600 mingdan bo'lsa ketdi aka bitta joyga aka. Bir joyga? Bitta joyga 3,600 dan ketdi aka. Mana qarang qo'zilar. Mana qo'zilar lekin aka 1 million tepasida qo'zilar ham bor, bitta aka, mana qarang. 3,600,000 so'mdan akalar. To'lab olibsiz, ha? Qo'zilar qarang aka, bu qora qo'zilar aka. Mana bak qo'yib oling. Akalar haqiqatan lekin qo'ylar juda semiz akalar qo'ylar. Polvon qo'ylar. Mana qarang, dumbasidan to'layapti. Qo'ylar ham 70 dan kam emas, ha, Elbek? 75 ga olishaversin, 75 plyusga aka. 70 ligi yo'q buning ichida aka. 70 plus ham deng. Yo'q, 70 plyusli ham aka, endi chiqsa 5 ta chiqishi mumkin aka. Qolgani 75 ga olishaversin aka. O'ljaganmiz. 3,600,000 dan berasiz. 3,600 dan. Ofisni modda o'tib berasizmi kelishsa? Mana aka, mana qarang. Telefon qilishaversin aka, bu yengilroq kelgani yengil qo'yyapman. 3,600 dan hammasini olishsa, dastavkasini o'sha kelishamiz aka. Samarqandgacha olib beraman hammasini. Samarqandgacha. Samarqandgacha. Aka aytaveradi, kelasiz ofisni modda o'tib beradi. Mana qo'zining sheriga qani? Aytganiga sotmaydi akalar. Keling. Xudo xolasa tushib beradi. Lekin tanlasangiz holatiga qarab bo'ladi-da. Bunaqa to'lab olibdi-yu, ha? Bir kun katta qo'chqorlaringiz bor chiqardik-ku, shunaqa bo'lib ketdi-yu, ha? Mana. Bunaqa qarang. Mana qarang. To'lab bo'libdi o'zi mana. Junni olmasangiz shunaqa to'lab yomon chiroyli bo'lib qoladi. Bular ichida ham bitta olapakkisi bor edi. O, o'sha o'rtada shekilli. Shu olapakkini olib chiqing-chi. Mana. Shu ajoyib ekan-da. Mana qarang. Sog'liqdan yo'qmishlardi, Elbek. Bor aka sog'lig'idan ham. Mana qarang. Sog'lig'idan ham bor aka. Ularda qancha? Bular sog'lig'idan ham bor aka. Summasi qancha ulardi? Qo'rada turibdi, ko'rsatib qo'yasiz aka. Ularni 3,5 milliondan qilib beraveramiz. Mana shu sog'liqlari bor aka. Toza. Ular 3,600,000 so'mdan bir joyga akalar telefon qilasiz, xudo xolasa yana kelishib beradi. Ammo zo'r ekan qo'ylar, haqiqatan zo'r. Ming marta maqtab ko'pirtirib chiqargandan kelib ko'rgin yetmaydi. Kelib ko'ring, kelib ko'rsangiz metriga ham hojat qolmaydi. Ushab ko'rishga ham shuni ko'rasiz, narxda aytadi, olib ketaverasiz. Bular qarang, qo'zilar. Yirik qo'zlar. Ayoq olib ketgan aka. Hozir ichkarida sog'liqlarni ham bir ko'raylik-chi aka, ko'rsatib. Sog'liqlarni ko'rasan. Mana akalar sog'liqlar qarang. Hammasi sog'lom, qo'chqor ham bormi ichida? Sog'liq hammasi sog'liq aka. Nechta bu? 26 ta soni aka. 26 ta. Mana aka. Mana ko'ring aka qo'yni. Juda polvon ekan ham, sog'liqlar maşallah. Yuruvni Qayerda ko'ring. Sto'gasi ham yomon. Qancha Elbek bular? 26 ta soni. 26 tasini qancha qilib berasiz? Ana sog'liqlar akalar. Sog'liqlar qarang. Mana qarang. Ko'ring mana. Dagarlar ekan, dagarlari. 26 ta yetmasin. Hammasini bitta joyga olsa 3,5 milliondan xayri bor aka. Bo'ladigani, bo'lishi qancha? 3,400 dan qilib beramiz. Bo'ladi. 3,400 dan. 3,400 dan. Sog'liqni ham lekin ko'rsin bu. Zakazga olib kelingan aka. O'shancha Yo'q. videoga ham chiqarmaymiz dedi, mana. Qiziqqanlar bo'lsa kelib. Hammasini bir joyga. Ha, hammasi bir joyga aka. Sonlar qarang. Bir Lekin akalar sog'liqlar zo'r ekan. Sog'liq qo'y qolaman deganlar telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib beradi. Pastianni qo'y akalar bo'ladi, kilo qo'ylar qo'rada to'la hammasida aka. Hammasida qo'y bor. Pastianni qo'y bo'ladi, kelinaveradi. Boqqani, so'ygani, urug'likka uzoqroq boqaman. 1-2 oyda yetilib tayyor qiladigan deganlarga hammasidan bor. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilib kelaverasiz. Sog' bo'linglar, hamma ishlariga Alloh baraka bersin, ko'rishguncha.